Hurmatli kuzatuvchilarimiz, navbatdagi mijozimizga bugun maxsus aksiya doiramizda navbatdagi xonadon shartnomani rasmiylashtirib berdik. Avvalambor xonadon muborak bo'lsin aka. Rahmat aka. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Xudo Rahmat. xolisi. Bitta qisqacha fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz, necha xonali xonadon oldingiz, qaysi qavatdan? Biz 8-qavatdan 3 xonali oldik. Aha. 64 metr kvadratlisi. 64 metr kvadrat. Skitka narxida bosh to'lov 120 million bilan. Ya'ni boshlang'ich 120 million to'lov bilan 8-qavatdan Uch 3 xonali 64 kvadrat metrli xonadon xarid qildingiz. Shunaqa. Zo'r. Chegirmalari qilib berildi. Chegirmalar qilib berildi hammasi. Aha. Rahmat. O'zingizga yoqdimi? Yoqdi hammasi. Aynan nima uchun shu Bizan qurilish kompaniyadan va ushbu loyihadan xonadon xarid qildingiz? Sabablarini qisqacha aytib o'ta olasizmi? Sababi shu markazda joylashgani uchun. Keyin maketlarni ham ko'rdik, juda qulay. Aha. Xonalari hammasi katta. Bizga yoqdi shuning uchun. Yashashga ham qildik yashashga. Xudo xolisi. Yashashga o'zimizni yashashimizga. Birinchi marta bizdan Birinchi marta. xonadon xarid qilishinglar. Zo'r aka, xayrli bo'lsin. Va 120 million boshlang'ich to'lov qilgan holatda qo'shimcha bonus sovg'amiz ham bor edi. Ya'ni tepali sovg'amizni shartnoma bilan birgalikda topshiramiz. Bu ham aka, azmasa ham kichkinagina sovg'amiz. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Sizlarga ham ishlaringizga rivoj. Rahmat. Omadlaringiz Sizga ham bo'lsin. salomat bo'ling. Rahmat. Charchamaying.